Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yurtimiz ishqibozlari, biznes botnemandagi aka-ukalarimizga Gazablok uskuna bizneslarimiz xudo xolisa yana bir komplektimiz Andijon viloyati Sinobod tumaniga kelib qo'nadi. Xudo xolisa komplektimizga kiradi. Bir tonlali suv yong'ich, tepadagi shablon bochkamiz 120 talik va to'rtta tent va korobka holatdagi nasos suv montajlari bilan birgalikda. Hop. 2 dona qolip, ham relsga, ham ruchnoy relsga moslangan qoliplarimizdan 2 dona. Va mana bunaqangi uskunamiz yuragi bo'lgan mishalkamizdan kiradi. 1,5 ming dollarga komplekti. Bu yerda akalarimiz 2 dona qolipdan ko'ra ko'proq qilib chiqarish harakatini qilmoqchi bo'lishdi. Shuning uchun 10 dona qolip bilan olib kelib ustonovka qildik. Xudo xolasa qoliplarimiz bemalol 4 tadan g'ildirak qo'ysak, polniy avtomat, pol avtomat, hop, ruchnoy ishlatsam bo'ladigan holatlarda bo'ladi. Endi bundan arzonroq varianti bor degan aka-ukalarimizga bundan arzonroq variantlarni qilib beramiz. Xudo xolasa hamma yo'g'imizni materiallarimizni holatiga qarab xudo xolasa sifatini oshirib beramiz. Qoliplarimiz yamal medium qoliplardan bo'ladi. Materiallari ham yaxshi holatda xudo xolasa. Hop, ispitaniya kuyilgan 2 dona qolipimizga ishib chiqish jarayonlari cho'tki bo'ladi. Bexato hammasi oldinroq qilgan qolipimiz ishib chiqqan. Hop, undan keyin qolip qilgan qolipimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga bemalol murojaat qilaverasizlar. Hop, bittadan like va obuna tugmasini bosib, xudo xolasa bundan-da yaxshi yangiliklarimiz bor. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaveradi. Yaxshi yerda ko'rishaylik hamma bilan.